Aka, xazinem dərisxanəsi balalar çöçəkləri yollabdı. Hə, bana mən gəldim, umaq-sınlım. Balalar çöçəkləri anlamakçı olsanız, Xazinem YouTube kanalını qoşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Сәһәрдә көтіріліватқан қояш кәбі, kecha osmonda parlayotgan yulduz kabi umaq kichik do'stlar, hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Umaq kichik do'stlar, bugun sizlar uchun qaysi cho'chak qo'yiladigandir? Har kim qilsa o'ziga qilar. Kichik do'stlar, amsa diqqatinglar, navbatdagi cho'chagimizda bo'lsin. Burungi zamonda bir nomrod buvay yashagan ekan. U yil bo'yi ishlasimi, oxirida ara ko'rashni qo'ltiqlab qoldi ekan. Yerdan chiqqan hamma hosuli yer ijarasi va podshohlik olvon yasoqlar bilan tugaydi ekan. Bichora dehqon butun dard almini har kim qilsa o'ziga qilar degan bir jumla so'zga mujassamlab, kelar yillik dehqonchilik fasligacha mahalla orlab tilamchilik qiladi ekan. Bu oy kunlarning birida tilamchilik qilib bir shaharga kelib qopdi. Bu shahar nihoyatda cho'ng, odami ko'p, bozori bakmi obod ekan. Dehqon shaharni orlab, ishik kirib, yeydigan narsa berishni aytib to'labdi. Bergan sadaqani ilib, har kim qilsa o'ziga qilar deginicha ketib qopdi. Sadaqa berguvchilar bu oyning bu so'ziga hayron bo'lishib, orqasidan qarab qelaveribdi. Bir kuni bu oy shaharning texmi obod bir ko'tsiga keldi. Ajoyib haybatlik bir cho'ng imoratga ko'zi tushib, uning qarg'inicha dong etib turib qoldi. Bir hazardan keyin yenidan o'tib ketayotgan bir yo'lovchidan so'rabdi. "Taqsir, bu kimning saroyi? Bu podshoh o'rdisi?" deb javob beribdi yo'lovchi. Gapni anglagan buvayning kun olg'ili qo'ymagan boylar ustidan podshohga arz qilg'usi ketdi-da, o'dilla o'rda darvozasiga kelibdi. Ammo navkarlari uni ichkariga kirgizmabdi. Buvay "Marhamat qilib, xon oliylariga mening kelganligimni xabar qilib qo'ysanglar, mening arzim bor" deb yolvoribdi. Navkarlar unimabdi. Buvaymo o'z talabida chin turibdi. Oxiri buvaydan qutulg'ili bo'lmaydiganligiga ko'zi yetgan navkarlar o'rdaga kirib ma'lum qilishga majbur bo'ldi va qaytib chiqib, "Xon oliylariga kirsin" deydi. Buvay xurjunni mo'rsiga atib o'rdaga kiribdi. O'rdadagi hashamatli jahozlarga oltin taxtda o'ltirgan podshoh va uning atrofida har xil to'n sarplarga o'rnib o'ltirgan saroy amaldorlarga savut kiyib qilich esib olgan lashkarlarga qarab hayronlikda gangirab podshohga ta'zim qilib tiz cho'kishni unutib qoldi. Buni ko'rgan podshoh darg'azab bo'lib, "Kimsan?" deb vaqiribdi. Buvay "Men bir xayrchi" deyishigila podshoh xizmatkoriga "Bong, abjiq" deb buyuribdi. Xizmatkor kirib ketib, bir patmusdan non va parcha-purat pullarni olib chiqib beribdi. Buvay ikki qo'lini egiz ko'tarib, "Har kim qilsa o'ziga qilar, rahmat" degunicha sadaqani xurjiniga solibdi. Navkarlar uni so'ratkizib o'rdadan chiqarib ketibdi. Buvay atsi yana o'rda oldiga kelibdi. Lekin o'rdaga kirishni talab qilmay, faqat odati bo'yicha har kim qilsa o'ziga qilar degunicha ashada turaveribdi. Ishdiki chakar kirib, podshohning sadaqasini olib chiqib beribdi. Buvay o'g'ini yana kelibdi. Buni anglagan podshohning g'azbi kelib xizmatkorga "Divoniga sadaqa bermay haydash o'rdining sha'niga sat ish.
Bugün az dolu narsa berib yo'lga selivat. Ondan navoyga toplab qo'y. Bu qalandarga atap, o'g'u suyi bilan yug'urib bir to'qash yiqib qo'ysin. Yana kelsa shuni berala. O'libdi tugisin. Debdi. Buyruq bija keltirilibdi. Atsi buvay yana kelib, odatini takrorlabdi. Xizmatkor kirib ketib, qizirib chiroyli pishgan bir to'qashni olib chiqib beribdi. Buvay o'z yo'liga ketaveribdi. Endi gapni boshqa yoqdan anglayli. Padişahning dunyolikda birla o'g'li bo'lib, u o'g'lashqa bakmu avaskor ishgan. Bu qitim shahzoda o'da uzoq yurib qolg'achqa o'zga tugab qopti. Shaharga yiqilishib ketayotganida shahzoda chaparmanlarga yigidek biror narsa tepib kelish to'g'risida buyruq beribdi. Chaparman ot choptirib ketib etib, eliqi buvayga uchrab qopti. Ham, "Hey buvay, sening uying nadirek? Bizga ozroq yeydigan narsa lozim. Shahzodamizning qo'rsig'i ichib ketdi," debdi. Buvay darro'la, "Bo'ludi taqsir, mening da bir oz non bor. Agar nazarlarga yoqsa, men shuni beray," debdi. Bu gapni anglagan chaparman buvayning xurjini oqtirib, eliqi butun to'qashni qopqidagi suvni ilib, shahzodaning qishig'i beribdi. Qo'sqi ichib ketgan shahzodaning ko'zlari paqirab ketibdi-da, to'qashdek qizirib pishgan to'qashni ishtay bilan yeb, qochidagi suvni so'ribdi. Tugitib yeb bo'lmayla, shahzodaning chiroyi ko'kirib ketibdi. U to'lg'inib voy-voylashga boshlabdi. Bu holni ko'rgan navkarlar o'la terilishiga qaramay, shahzodani o'rniga ilib ketdi. Tabiblar tomirini tutib ko'rib, shahzodaning zaharlanganligini aytibdi. Shahzoda o'libdi. Dunyolikdagi birdan-bir yolg'iz o'g'lidan ayrilib qolgan podshoh darhol navkarlarni chaqirib, o'g'lining nima yeganligini so'rabdi. Navkarlar ahvolni aytibdi. Podshoh darrov berib shu buvayni tutib kelishni buyuribdi. Navkarlar ko'p o'tmay yiliqi buvayni tepib ketdi. "Hey qarang, mening o'g'limga nima berding?" deb g'azablangan holda yig'lamsirab vaqirabdi podshoh. "Podshohim, men tunugun oliylari hadiya qilgan to'qashni texi yemagan edim. Bugun yo'lda ketayotsam, bir navkar shahzodaning o'zig tugab qo'sqi ichib ketdi deb xurjinimni og'tirib, oshu butun to'qashni ilib olgan edi," debdi buvay qo'rqqan edi. Podshoh deb o'zini yerga tashlab, o'zini tutolmay o'kirib yig'lab ketibdi. "Har kim qilsa o'ziga qilar degan rost chiqdi. Mening o'g'lim," hasratlanib yig'lab ketibdi. Ham beshini changallab, qandoq qilarman degunicha o'ltirib qopti.